Diqqat tezkor xabar. Rossiya O'zbekistondan 10 ming muhojirni ishga qabul qiladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Tatariston O'zbekistondan 10 ming muhojirni ishga qabul qiladi. Bu haqda Migratsiya agentligi va Alabuga maxsus iqtisodiy zonasi o'rtasida memorandum imzolandi. Yaqin kunlarda nomzodlarni tanlash jarayoni boshlanadi. Avvalroq KAMAZ kompaniyasi o'zbekistonliklarni ishga taklif qilayotgani haqida xabar berilgan edi. Uy egasi registratsiya qilib berishga urinmasa nima qilish kerak? Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada biror bir joyni yashash uchun ijaraga olishdan avval uning egasi bilan birinchi o'rinda registratsiya masalasini kelishib olish kerak. Chunki o'z yashash joyingizda ro'yxatda turish qonuniy va bepul hisoblanadi. Boshqa joyga registratsiya qildirsangiz, registratsiya noqonuniy va pullik bo'lib, uning MVD bazasida bor yo'qligi hamda doim shubha ostida bo'ladi. Noqonuniy ekanligi sababli bitta shu narsani deb deportatsiya bo'lib ketish ehtimoli katta. Agar kvartira egasi sizni ro'yxatdan o'tkazishni istamasa, undan aniq bir sabab keltirishini so'rang. Uy egasiga hech qanday shubhalar bo'lmasligini ayting. Registratsiyaga qo'yilgan odam hech qachon uyga ega chiqa olmasligini, boshqa migrantlarni ro'yxatga qo'ya olmasligini, sodir etgan ishlari uchun uy egasi emas, faqatgina o'zi javobgar bo'lishini, kommunal to'lovlarni uydagi odamlar soniga qarab emas, счетчикdan o'tgan ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblanishini tushuntiring. Oxirida uy egasi uning harakatlari noqonuniy ekanligini ham eslatib qo'ying. Migrantlarni ro'yxatdan o'tkazmaganlik uchun qonunda 2000 dan 4000 rublgacha jarima ko'zda tutilgan. Registratsiyaga qo'yish uchun idora yurish shart emas. Hozirda registratsiyani migrantni o'zi Gosusluga portali orqali onlayn qila olishi mumkin. Uy egasi portalga o'z akkauntidan kirib tasdiqlab qo'ysa kifoya. Barcha gapdan keyin ham ko'nmasa, yaxshisi boshqa joy toping. Unutmang, yashash joyiga registratsiya qilib olgan migrant juda ko'p boshqa og'riqlardan qutulgan bo'ladi.